Bu futbol muxlislari haqiqatan ham haddan oshib ketishgan. Ularning ayrim tatuirovkalari shunchalik jinni, hatto futbolchilarning o'zi hayron qoladi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ayrim va'dalarni aslo berish kerak emas. Masalan, bir Arsenal muxlisi Alexander Lacazette klub bilan shartnoma imzolasa, uning yuzi bilan tatuirovka qilaman deb qasam ichgan va u tanasidagi eng kulgili joyni, ya'ni dumbasini tanladi. Endi Lacazettening yuzi umrbod bir fanatning orqasida. Lekin bu faqat boshlanishi. Leeds United ishqibozi 2018-yildagi Jahon chempionati paytida shunday ishonganki, u guruh bosqichi paytidayoq England World Cup Winners degan tatuirovka qildirdi. Ammo Angliya yarim finalda yengildi. Endi bu yozuv unga har kuni ertakka ishonma deb eslatib turadi. Bir necha yildan keyin u baribir vaziyatni yumor bilan qabul qildi. Go'yoki, "Ha, men tarix yozdim" degandek. Eng kreativ muxlislardan biri o'sha klub ishqibozi Luis Suarez tishlagan odam. U shram atrofiga Suarez bu yerda bo'lgan deb yozdirdi. Haqiqiy o'g'riqni futbol folkloriga aylantirdi. Ammo eng kulguli variant Manchester United fanati tanasiga Karius afsona deb yozdirdi. Liverpool darvozaboni Loris Kariusning halokatli finali bilan masxara qilib